Ushbu sahna Jodugarlar jangi animesining 3-mavsumining birinchi qismidan va boshlang'ich moment sifatida simvolizm va metafora jihatlama уже ideal. Chunki unda Yuji Itadorining o'z qo'lini qondan yuvishga harakat qilishi, qancha urinishi va suvni oqishiga qaramasdan qonni ketmasligi, o'tgan mavsumdagi Shibuya insident arkida Yujining tanasidan foydalanib, Sukuna Shibuyada uyushtirgan vayrongarchiliklari va ommaviy qotilligi va buni hisobidan Itadorining chuqur vijdon azobi va o'nlab, yuzlab la'natlangan ruhlarni o'ldirsa ham o'zini kechira olmasligiga ajoyib simvolik metafora. Eng qizig'i, bunaqa sahna mangada mavjud emas va u to'laqonli shu fasl rejissyori Shoto Goshonozaga tegishli va bu metaforani animega original moment sifatida kiritgan. Bunga o'xshagan kadrlar butun sezon davomida 8 ta qism chiqqan bo'lsa, deyarli har birida mavjud va muallifning mahorati va biroz o'rtacha mangadan haqiqiy kino yaratayotganiga misol. Ushbu videoda sezon davomida chiqqan qismlar bo'yicha o'zim sezgan qiziqarli rejissyorlik ishlari va umuman olganda o'zimga eng yoqqan momentlar haqida aytib bermoqchiman. Agar yana bir marta birinchi qismga qaytsak, boshidagi metaforali poetik sahnadan tashqari Yuji va Yutaning jangi bo'lgan segment haqida ham aytib o'tmoqchiman. Da action jihatlama nimadir miyani yorib yuboradigan hech narsa bo'lmasa ham, Yutaning cheksiz la'natlangan energiyasi, undan chiqadigan xavf va buni hisobidan Itadorining qiynalishi va o'z stilida uni mag'lub qilishga harakat qilishi va albatta nega hali beri yashash kerakligi uchun sabab borligi yaxshi qo'yilgan. Chunki nima bo'lganda ham bizning yigitcha bir necha vaqt oldin hayotidagi eng qo'rqinchli tunni boshdan o'tkazdi. Ko'pgina do'stlari va mentorlari qattiq aziyat chekdi yoki даже olamdan o'tdi. Shuning uchun uni best of friendosi Todo Aoi aytganidek, hech bo'lmasa ularning ishonchini oqlash uchun hali yashashda davom etish kerak va Akutsu qancha kuchli bo'lishiga qaramasdan o'z yo'lida davom etishi shart. Albatta bularning hammasi yengillashadi, chunki ikkinchi qismda oydin bo'lishicha, Yuta shunchaki o'zini shundoq tutgan, yuqoridagilarni aldagan va Saturn rejasiga ko'ra ish tutgan. Aytgancha, real ko'rinishga qaramasdan bu yaxshi syujetdagi nuqta. Bu nega Saturnning 0-filmi oxirida Afrikaga borgani va ayni shu paytda sodir bo'lgan birinchi mavsum boshida, ya'ni Yuji va Nabara xavfli missiyaga borganda ularni oldida bo'lmaganiga yaxshi tushuntirish. Chunki Gojo nima bo'lganda ham, agar unga nimadir bo'lib qolsa va ikkinchi mavsum hisobga olsak, bo'ldi. Shuni hisobdan o'zini eng kuchli o'quvchisiga o'zini yangi o'quvchisini ishonib topshirgan. Naoya bilan Chosuning jangi haqida ham nimadir aytish xohlardim, afsuski aytadigan gap yo'q. Prosta norm action sahna, bitta sal g'alati chizilgan moment hisobga olmasa. Naoya mizoginist var, faqat punt qilishni biladi, jang paytida qo'ldan ne qo'ya kelmaydi. Prosta molodez, aqlini ishlatib o'zini ukasini blo'kkandan himoya qildi. Menga ikkinchi qismda ko'proq ikkinchi yarmi yoqdi, ya'ni temp sekinroq, personajlarda nafas olishga va o'zaro muloqotga vaqt bor. Esingizda bo'lsa, JJK haqidagi qisqacha tahlilimda tezkor temp JJKdagi asosiy muammo va dinamik syujet va tezroq action sahnaga o'tish uchun Gege ko'pincha personajlarni ochmaydi degandim. Xo'sh, bu mini arc, ya'ni perfect preparationda yoki o'zbekchaga tarjima qilganda ideal tayyorgarlikda bu muammoni sal yechgan desa ham bo'ladi va ikkinchi qismmi, ikkinchi yarmi bunga yaxshi misol. Personajlar o'zaro muloqot qiladi, bir-biriga dilini ochishga vaqt bor va Shibuyadagi dahshatdan keyingi post-apokalipsisda atmosferadan nafas olishga vaqt bor. Buni ustiga musiqa va rejissura hisobidan epizod oxirida tenginga bog'liq juda ham qiziqarli intriga paydo bo'ladi. Buni ham dekabrda Execution Movie'ga borganimda, ham uyda yaqinda qayta ko'rganimda his qildim. 3-qism haqida afsuski uncha ko'p maqtovli narsa ayta olmayman, lekin u nima bo'lgan yaxshi. Даже yomonmas degan bo'lardim. Da, men ham ongoing chiqqanida original yapon tilida ruscha subtitrlar bilan ko'rganimda ham dialoglar, ham Cooling Games qonun-qoidalarini birdaniga tushunish qiyin bo'ldi. Lekin yaqinda ruscha dublyajda qayta ko'rdim va bu yaxshi qism. Animatorlar qonun-qoidalarni vizual ravishda qiziqarli va chiroyli ko'rsatishdi va nima bo'lganda ham mangadagidan ancha yaxshi. Qo'shimchasiga bu yerda Shoto Shokoni best girl, yo'q, best woman estetikasini ajoyib ravishda ko'rsatib bergan va hech bo'lmasa shu sahna uchun qismni yomonlamayman. Aytgancha, yapon auditoriyasini JJK fanlar o'qiy olmaydi, hazil kulgili va ularga faqat action kerak, shunga ballon tushirib yuborishdi. Tushunarli, lekin IMDb'da ball 708, suka, ancha yaxshi. Men boshida даже pastroq qo'yardim. Agar JJK fanlar o'qishni bilmasa, bu nolg'onlar 10 ballik sistemani qanday ishlashini bilmaydi. 4-qism Absolute Cinema. Уже butun JJKdagi eng yaxshi epizodlardan biri va IMDb'dagi ball bunga isbot. Bu qism haqida alohida video varishman mumkin, lekin bu yoqda sal qisqacharoq aytsam, Maki va Maya xayrlashuvi даже menga Mayni personaj sifatida uncha yoqtirmaydigan odamga ancha ta'sirli bo'ldi va ko'zimga sal-pal yosh kelgan bo'ladi. Ko'proq Makining reaksiyasidan va u meni eng sevimli personajlarimdan biri bo'lgani uchun ham, lekin nima bo'lganda ham May ularni zayninglardan ancha aziyat chekib, o'zini otasi tomonidan shu joygacha yetib kelib, oxiri taslim bo'lgan achinarli
achinarli. Atigi 16 yoshli qizlar bu darajagacha olib kelinishi kerak emas umuman. Qo'shimchasiga simvolizm jihatlama qushlar ozodlik timsoli va olamlar orasida May o'z opasiga bergan barg uni kakras kakki taslim bo'lganini bildiradi. Chunki uchish davomida qushlar shunga o'xshagan barglardan suvda dam olib olish uchun foydalanadi va ushbu metaforik bargini eng yaqin odamiga topshirib, May Zenin ushbu dunyoda u uchun yashashdan va dam olib olishga joy qidirishdan ma'no yo'qligini bildiradi. Va undan keyin albatta singlisining qurbonligi va yuqori darajadagi la'natlangan qurol bilan Maki Zeninkanni yo'q qilib yuborishi bu tragik boshlanishiga qaramasdan ajoyib action sahna. Koreografiya, kamera harakati, rakurslar, Quentin Tarantino'ni Kill Bill filmiga reference, har xil stilda ishlatilishi va bir segmentda oq-qora vizual orqali Makining ichidagi bo'shliqqa ifodalash Ko'shinozodan yana bitta yaxshi rejissyorlik momenti. Va, конечно, Naoya Chimo Zeninni basharasiga yerga pachoqlanishini ko'rish mazza va xuddi o'z ayollar man o'zim Yuji bilan Megumini o'ldiraman degan joyida lo'qlacha o'lim topishi albatta poetik moment. Buning ustiga epizod va butun sezon davomida backgroundlarni birinchi va ikkinchi sezondan chiroyliligi va epizodda siklangani, ya'ni Makining klanga kelishi bilan boshlanishi va xuddi shu sahnada ketishi yaxshi priyom. 5-qism ham yaxshi. Direktor Yagani o'limi achinarli. Chunki yuqoridagi tvarlar Satorni qamalishi bilan uni ustoziga tashlanishdi va Pandaning reaksiyasi achinarli. Buning ustiga ushbu epizodda mana sezondagi yangi perslardan eng sevimlilarim, ya'ni Kirara Hoshi va Kinji Hakari chiqishi yoqimli. Yuji bilan Pandaning soxta jangi pik komediya va albatta rejissyorlik jihatdan Yuji va Hakarining ilk uchrashuvi va dialogi bitta dublda chizilganligi sinematografiyasi oshiradi va butun moment umuman olganda hayajonli va oxiriga kelib thrillerlik yana ham yuqorilashadi. 6-epizod hozircha mana sezon davomidagi ikkinchi eng sevimliyim. Chunki bu yerda Jijikadagi Nabara, Maki va Miva kabi eng yaxshi qizlardan biri Kirara va nihoyat o'z texnikasi va xarakterini ko'rsatadi. Ki ota va to'r odaning bolasi Megumini yuzini pachoq qiladi va umuman olganda ularning jangi ancha qiziqarli. Xuddi Kiraraning o'z texnikasi Lauren Dezovosga o'xshab. Chunki ushbu jangdan nafaqat mushaklarni, balki aqlni ishlatish kerak va la'natlangan texnikani kompleks mexanikalarini tushunish kerak. Va albatta qism juda ham chiroyli chizilgan va musiqa har doimgidek top. Ayniqsa Yuji va Hakari segmentida bu yoqda kinematografiklik hissi yuqori darajada va oxirida Yujining Vinland Sagadagi Thorfinnga o'xshagan nutqi va qism oxiriga kelib syujet jihatlama intriga paydo qilgan. Hajima Kashmani paydo bo'lishi va Cooling Gamesga yangi qonun-qoida kiritishi bilan. 7-qism haqida to'g'risi uncha ko'p narsa ayta olmasam kerak. Qism boshidagi Hakari, Kirara, Megumi, Yuji va Pandaning dinamikasi yaxshi, yoqimli va даже kulgili. Personajli momentlarni biz har doim qadrlaymiz va openingdan oldingi sahnalarda Kenjaku nima qilishi va baryerlar atrofidagi voqealar qiziq va umuman olganda Cooling Gamesning boshlanishi yaxshi, lekin qism oxiridagi cliffhanger va ma'lum aytgan narsalardan tashqari bu qiziq narsa topolmadim. Svejiy chiqqan 8-qism bu borada ancha qiziqroq va nihoyat Hiromi Higurumaning paydo bo'lishi, uni tarix ta'sirliligi, ishonarliligi va realistikligi va buni ekranizatsiya qilish va backstory'ni qisqa metrajli filmdek tuyulishi, shuningdek Yujining jodgarlikdan oldingi hayotidan kichkina bo'lsa-da fragment ko'rish, qismdagi kichkina plot twist va epizod oxirlarida Higurumani man sizlarga yana oldingi videolardan birida aytgan domenini birinchi bor ko'rish qiziq, lekin afsuski foydasiz va pointlessda qurilgan dialoglar momenti ham bo'ldi va afsus va nadomatlar bo'lsinki, ayni oxirida Jijikadagi eng g'alati va foydasiz mini arkalaridan biri. Mayli, nima bo'lganda ham qism yaxshi. Xullas, hozircha shunaqa gaplar va mana butun sezonda chiqqan qismlar bo'yicha fikrim. Umumiy qilib aytganda, sezon undagi sekin temp biroz bo'lsa-da personajlar bilan ko'proq vaqt o'tkazishga yordam beradi va rejissyorlik jihatlanma bu mavsum hattoki birinchi va ikkinchilardan ham yaxshi. Chunki Shoto Goshinozo o'z stiliga ega avtor va bu qismlarda yorqin mualliflik momentlari va postanovkadan yorqin ko'rinib turadi. Nima bo'lsa ham bu hali boshlanishi va umid qilaman sezon bunaqa yuqori plankada davom etadi. Va kamida Hakari Kashimuga qarshi chiqqan epizodda ham shu geniydan ko'ramiz. Короче, video yoqqan bo'lsa like bosinglar, mavsum bo'yicha o'z fikrlaringizni kommentariylarda qoldiringlar, описаниядagi silkadan Telegram kanalimga o'tinglar. Bu yoqda har kun o'zim ko'rgan narsalar bo'yicha fikrlarimni aytib o'taman. E'tiboringiz uchun gigantik va galaktik rahmat. Sizlar bilan men Astros bo'ldim. Kinoteatrda ko'rishguncha.